هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 70. ayetin başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 70. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şek şübhisiz ki biz Adem ballarını hürmetli kıldık. Ulanı kuruqlıqda ulaqlağa mindirdik. Denizde kimilergi çıkardık. Ulanı şirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Ulanı məxluqatlarımızın nurğundan üstün kıldık. İnsanların şereflik ve hürmetlik kılınganlığının bayanı. Allah Teala bu ayette insanlarını çıraylık ve mükemmel şekilde yaratıp ulanı şereflik ve hürmetlik kılganlığından haber verdi. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Biz insanı şek şübhisiz en çıraylık şekilde yarattık. Yani insan bolsa ör turup iki putu bilen maňydy. Nersini koluda tutup yeydi. İnsanlardan başka hayvanlar bolsa 4 put bilen maňydy. Nersini eğizide tutup yeydi. Allah Teala nersilerini düşenson, uladın faydalanson, nersilerinin özlerinin din ve dünyalık işlerdeki paydı ziynini ve hususiyetlerini ayrıson ve tonusun dep insanlığa kulak, köz ve dil berdi. Ulanı kuruqlıqda ulaqlağı mindirdik. Yani töge, at ve keçirlağı mindirdik. Denizde kimilergi çıkardık. Yani çoğun ve küçük kimilergi çıkardık. Ulanı şirin yemeklikler bilen rızıklandırdık. Yani ulanı meyve, göç, süt, onundan başka xilma-xil rengarenk tamaklar bilen, çıraylık menzirler bilen, özleri tikken yoki başka yerlerden elip gelingen türleri, renkleri ve şekilleri birbiriga oxşamaydigan esil kiyimler bilen menfaatlendirdik. Ulanı məxluqatlarımızın nurğunidan üstün kıldık. Yani ulanı hayvanlar ve başka məxluqatlardan üstün kıldık. İnsan tipi perişte tipiden üstün deydiğen alimler bu ayetni özlerinin köz karşıga delil pakit kılıp keltirdi. Biz hemme Ademni ulanın namı amali bilen çakırdıgan günni esinde tutqın. Namı amali 10 koludan berilgenle özlerinin namı amalini okuydu. Ulağa kılcı zulüm kılınmaydı. Bu dünyada dili kör boğan Adem ahiretimi kör ve tehimi gumrah buludu. Her bir insanın kıyamet günü özünün yol başlamcısı bilen birge çağırıldıganlığı. Allah Teala bu ayette kıyamet günüden haber verip, o günde her ümmet özünün yol başlamcısı bilen hesap elindi dedi. Alimler bu yol başlamcının nemi ikenliki doğrusu da ihtilaf kılışıp kaldı. Mücahit ve Katade bu her ümmetinin peygamberi dedi. Şunun bilen bazı selef alimleri bu söz hadis bilen şugullanğıçılar üçün katta şereftir.
Çünkü ularning yol başlamçısı Peygamber aleyhisselamdır dedi. İbn Zeyd bu her bir ümmetning paygamberiga u ümmetning şeriatining hükmini elib tushgan kitobdir dedi. Bu qarashni İbn Jarir to'g'ri deb qaradi. İbn Jarir yana İbn Abu Nujayh'dan Mujahidning u her bir ümmetning kitoblaridir deganligini rivoyat qildi. İbn Jarir bu so'zi orqali har bir ummatning shariatining hukmini elib tushgan kitobni ko'zlagan bo'lishi mumkin yoki Avfi İbn Abbas radhiyallohu anhumadan bu her insonning qilmishlarini xotirlagan kitobdir, ya'ni daftardir deb bayon qilgan rivoyatda deyilgan barliq insonlarning qilmishlarini xotirlaydigan daftarni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu her insanın qilmishlarini xotirlagan kitobdir, ya'ni daftardir degan so'zi yuqoridagi oyatga berilgan mazmunlarning ichida eng to'g'risidir. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Hasan va Zahhaq qatorliqlarmi shundoq dedi. Bu so'zning eng to'g'ri ekanligini tövendeki ayetlerimi güçlendirdi. Ularning dünyada qilgan yaxshi yaman amellerini ve işlerini xotirlab qo'yamiz. Hamma shayini ro'shan daftarda, ya'ni Lavhul Mahfuzda to'liq xotirlab qo'yganmiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'i qo'yildi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular vay bizge bu nam amalga çoğun kichik günahning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qilgan etkenlerining hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'rdi. Rabbim hech odamga zulm qilmaydi. Her ummatni qo'rqinishning qattiqligidan tizlangan holda ko'rsan. Her ümmet özünün namı emalığı çağırılıdı. Ulağa bugün qılmışlarınlağı yarışa mukafatga erişsizler yoki jazoga uchraysizlar deyildi. Bu bizning kitoblarimiz, ya'ni namı amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yazdırıp turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yezib turishga buyurdik. Bu hergizmi Allah Teala Peygamber aleyhisselamның ümmeti arasında hüküm çıkarganda ularning Peygamber aleyhisselamның qishig'i keladiganligidan ibaret amaliyatga zid kelmaydi. Çünkü Peygamber aleyhisselam öz ümmetining qilgan ishlariga guvohchi bo'lib bo'lmaydi. Ammo yuqoridagi oyatdan her bir insonning qilgan qilmishlari xotirlangan daftar, ya'ni nomi amali ko'z tutildi. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Ya'ni nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ya'ni qilmishlari xotirlangan daftarlari o'ng tarafdan berilganlar daftarida o'zining yaxshi amal ibodatlar xotirlanganligi uchun xushalligidan uni o'qiydi va o'qishni yaxshi ko'rdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: nomi amali o'ng qo'liga berilgan odam xushalliqdan bu mening nomi amalimni ilib o'qib beqinglar, bu mening nomi amalimni ilib o'qib beqinglar. Men hisobotimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Uning mevalari o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yatgandimi qo'lini so'zib ola oladigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chog'larda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'ram yanglar, ishchinglar deyiladi.
Nam amali sol qo'liga berilgan odam aytadiki, "Menga nam amalim berilmagan bo'lsa-chu, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim." Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Hafiz Abu Bakr Bazzar Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir inson keltirilib, uningga qilmishlari xotirlangan daftar o'ng qo'lidan beriladi. Uning bo'yi egiz, yuzi oq qilinadi. Beshiga parqirab turadigan marvoyitdan toj kiyildirildi. Ondan u hamrohlarining qishig'i mangidi. Hamrohlari uni yiroqdan ko'rib, "Ey Alloh, bizga mushiningdek basang va bizga mushiningda barkat ato qilsang" deydi. U hamrohlarining qishig'i kelib, "Xo'sh bishorat elinglar, har biringlar mushiningga o'xshashga erishsizlar" deydi. Ammo kafir bo'lsa, yuzi qora, bo'yi uzun qilinadi. Yuzi qora, bo'yi uzun qilinadi. Hamrohlari uni ko'rib, "Biz Alloh taologa sig'inib, buningdan yoki buning yomonligidan panoh tilaymiz. Ey Alloh, buni qishimizga keltirmasang" deydi. U ularning qishig'i keladi. Ular, "Ey Alloh, buni rasvo qilsang" deydi. U, "Alloh taolo sizlarni rahmatidan yiroq qilsin. Har biringlar mushiningga o'xshashga erishsizlar" deydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Qatada va Ibn Zayd qatorliqlar bu oyatning ma'nosi haqida, kimiki mushu dunyoda Alloh taoloning keltirgan hujjat paketlari va mo'jizalaridan ko'r bo'lsa, oxiratdami ko'r va texmi gumroh bo'ladi deganlikdir dedi. Biz Alloh taologa sig'inib buningdan panoh tilaymiz. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftira qildirishga tas qoldi. Ularning ko'nglidagidek qilganingda albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haq turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgili haqiqatan tas qilgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda hassilib azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Payg'ambar alayhissalom kofirlarning ba'zi vahiyni o'zgartish talabiga ma'qul bo'lib, ularga azroq moyil bo'lib qolganida uningga qattiq azobning bo'ladiganligi. Alloh taolo bu oyatda o'zining payg'ambar alayhissalomga yordam qilganligidan, uni haqiqat turishda mustahkam qilganligidan va uni yomonlarning yomonligidan va eskilarning hili-mekridan saqlab qolganligidan xabar berdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomning ishiga va uningga yordam berishga ega bo'lg'uchidir. Hem payg'ambar alayhissalomni mahluqotlaridan biror kishining ega bo'lishiga tashlab qo'ymasdan, balki uningga o'zi ega bo'lguchi, saqlag'uchi, yordam berguchi va uning elib kelgan dinini mayli zaminning sharqida yoki g'arbida bo'lsin, uningga dushmanlik va qarshilik qilganlarning ustidan g'alaba qildiruvchidir. Payg'ambar alayhissalomga qiyomat kunigacha Alloh taoloning mag'firati va rahmati bo'lsin. Yahudilar seni Madina zaminidan chiqarib etish uchun
u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu senden ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarimizni orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Bu oyatning nozil bo'lish sababi. Bu oyat Qurayshlar haqida nozil qilindi. Ular payg'ambar alayhissalomni orasidan chiqarib etmoqchi bo'lganda, Alloh taolo ularga bu oyat bilan tahdid soldi. Ya'ni agar ular payg'ambar alayhissalomni chiqarib etsa, payg'ambar alayhissalom ularning orasidan chiqib ketgandan keyin ularning Makkada uzun tura olmaydiganligi bilan tahdid soldi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomga kofirlardan keladigan aziyat nihoyatda qattiq bo'lib, payg'ambar alayhissalom ularni tashlab hijrat qilib chiqib ketgandan keyin oraliqda faqat bir yarim yil o'tdi-da Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni va ularni Badrda o'zaro urush qilishga kelishim tuzmasdan uchrashtirdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ulardan o'chin elib berdi. Uni ularga hukm chiqarg'uchi qildi va ularga qarshi unga yordam ato qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning hurmatliklarini o'ldirdi va bolalarini asirga oldi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Bu senden ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarini orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Agar payg'ambar alayhissalom rahmat payg'ambari bo'lmagan bo'lsa edi, albatta ularga dunyoda hech kimga kelib boqmagan azoblar keladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzidan Allah ularga azob qilmaydi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsirinden 77. ayetgacha aldыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.